Qani qizi pasport olib keldinglarmi? Olib keldik mana. Chiqib odam olib kelmadinglarmi? Olib keladi. Yo'q. Qaranglar. Puli zo'r, faqat yaxshi ishlab bersanglar bo'ldi. Hozir ichkariga kirganimizdan keyin qayerga ketyapsizlar desa, sayohatga, aylanishga, dam olishga ketyapmiz desa bo'ldi. Boshqa hech qanaqa gap gapirib o'tirmanglar, xo'p? Sayohatimiz yaxshi bo'ladi. Zo'r bo'ladi, o'ylamanglar. Zo'r pulni ham beradi. Ha, hammasi zo'r. O'tkazilgan tezkor tadbir jarayonida 2000-yilda tug'ilgan fuqaro Turkiya Respublikasiga qizlarni shahvoniy maqsadlarda yuborish bilan bog'liq noqonuniy harakatlarni amalga oshirayotgan vaqtida Samarqand xalqaro aeroportida huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari tomonidan ushlandi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 135-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda Samarqand shahar bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Amaldagi qonunchilikka ko'ra odam savdosi jinoyatini sodir etish 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Charos Yo'ldosh va Shukur Tursunqulov, Samarqand.